Raqamlik hücum içidagi hayot. Xitoy davlati Uyg'urlarni raqamlik dunyoda qanday nishonga oladi? Qarindoshlar, biz Xitoy hukumatining Sharqiy Turkiston ichidagi Uyg'urlarni yuz tanish texnikalari, tekshirish nuqtalari va nazorat kameralari orqali kontrol qilayotganini uzundan beri bilatdik. Lekin bugun men sizlarga shuni aytishim kerakki, Xitoy sirtidimi, hatto atalmış erkin dunyodami ular bizni kuzatyotdi. Telefonlarimiz, applarimiz va elektronlik xatlarimiz orqali. Bu bir chaqchaq so'z emas. Bu raqamlik davlat halqagan bostirishdir. Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni nazorat qilish, kuzatish va ovozini o'chirish uchun sonliq ma'lumot qurollarini qo'llanayotdi. Eng yangi dalillar Angliyaning davlatlik sonliq ma'lumot bexatarlik markazi NCSC va 2025-yil aprelda Citizen Lab tarafidan elib berilgan tekshirishdan ma'lum bo'lmoqda. Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Avstraliya qatorliq davlatlarning davlat bexatarlik organlarining o'rtaq dokumentlarida tilga ilingan Bad Bazaar va Moonshine deb atalgan ikki jasuslik yumshoq detallari Uyg'ur faoliyatchilari, axborot xizmati bilan shug'ullanganlar va odatdagi jamoat a'zolarining aqlli telefonlariga hujum qilish uchun ishlatilmoqda. Bad Bazaar bu Xitoydagi APT-15 ismli sonliq ma'lumot jasuslik guruhi tarafidan yasalgan bo'lib, Xalq ozodlik armiyasi yoki davlat bexatarlik ministerligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu jasuslik detali ham Android, ham Almaning sistemalarini yuqumlandiradi. U o'zini Uyg'urlar foydali deb ishlatadigan applar ichiga yoshirilgan bo'lib, ulardan masalan VPN applari, Qur'on o'quvchilar, til qo'rollari, Uyg'urcha yoki islomiy kunubga taxtis applari qatorliqlar bo'lib, ular qochlangandan keyin sizning haqiqiy vaqtdagi GPS o'rningizni xotirlaydi. Telefon xotiralari, tekst uchurlari va aloqalashish tizimligini to'playdi. Sizning mikrofon va kamerangizga kirish huquqiga erishadi. Telefoningizdagi hujjatlar va suratlarni o'qiydi. Bu sonliq ma'lumotlarni Xitoydagi Iroqdan boshqarish mulozimatlariga yo'llaydi. Moonshine 2019-yil tunji qitim bayqalgan va bugunga qadar aktiv bo'lib, u tor supulari, Telegram guruhlari va WhatsAppda hambarlangan ulanishlar orqali tarqaladi va tonish bo'lgan islomiy diniy yoki Uyg'ur madaniyati bilan munosabatlik applarga yoshirinib tarqaladi. Masalan, ovozli Qur'on, avlod degandek. Ular qochlangandan keyin sizning xabaringiz bo'lmay turib ovoz xotirlayoladi. Asbobingizning kamerasini ishlatib surat ola oladi. Sizning qayerga borganligingizni va kim bilan so'zlashganligingizni nazorat qila oladi. Bu uchurlarning hammasini Xitoyning Sichuan o'lkasidan boshqarildi deb gumon qilingan mulozimatlarga yetkazadi. Bu hujumlar odatdagi hujumlar emas. Ular Uyg'urlarning madaniyati, e'tiqodi va ishonchisini maqsadli xato yo'lga boshlash uchun loyihalangan. 2025-yil aprelda Citizen Lab kishini cho'chitadigan yangi bir taktikani oshkorladi. Ya'ni xabarda deyilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqori darajalik rahbarlari ma'lum bir ishonchlik deb qaralgan birsidan bir elektronlik xat topshirib olgan bo'lib, elektronlik xatda Uyg'ur tilidagi tekst tahrirlovchi Uyg'ur editni o'z ichiga olgan parol bilan qo'g'dalgan zip hujjatining Google diski ulanishi bor edi. Bu tekst tahrirlovchi haqiqiy ochiq kodliq jamiyatimizda odatda ishlatiladigan hammaga tonish qurol edi. Ammo u ulanishdagi nusxasi josuslik detali bilan o'zgartirilgan bo'lib, uning qochlangandan keyin kompyuter ichidagi uskuna va yumshoq detal sonliq ma'lumotlarni to'plangan uchurlarni Xitoy kontrolligidagi mulozimatlarga yo'llash va ziyankesh yumshoq detallarni qochlash iqtidori bor edi. Undaqda uning keynida kim bor edi? Tadqiqot natijasiga ko'ra, bu hujum Xitoydan mashg'ulot qilayotgan maxsus Uyg'ur va Tibet musofirlarini iz qo'g'lashda mutaxassislashgan guruh bo'lgan APT-41, APT-15 va yoki Evil Bamboo qatorliq APT guruhlarining alomatlarini ko'rsatmoqda. Chunki bu hujumlar uchun ishlatilgan mulozimatlarning tor adreslari Xitoyda ro'yxatga ilingan va ular qoldirgan izlar Sichuan DNK tor bexatarlik shirkatini ko'rsatmoqda. Ularning nishonlari Uyg'ur aktivistlar va siyosiy rahbarlarni iz qo'g'lash, diasporadagi Uyg'urlarning kimning kim bilan ishlayotganligining xaritasini chizish, ovoz va suratlarni to'plash, jamoat markazlari, masjidlar yoki faoliyatlarning o'rnini bekitish,
Ular nimani o'g'irlaydi? Faoliyatchilarning material ambarini qurish uchun ismlar va alohida tizimliklari, xulqini, mijozini, moyilligini bilish uchun material to'plash, GPS orqali haqiqiy vaqtdagi harakatlarni xotirlash, suratlar, hujjatlar, shifrlangan paranglar, telefon suhbatlari yoki muhit ovozlarining to'liq ovoz xotirlari. Bu uchurlarni Xitoy, Sharq Turkistondagi oila a'zolarini qo'rqitish, chet eldagi siyosiy tashkilotlarni buzish, keyincha yolg'on uchur va aldash hujumlarini qo'zg'ash uchun ishlatadi. Undaqda biz bularning oldini qanday qilamiz? Amaliy qadamlar. 1. Faqat ishonchli app manbalarini ishlatish. Google Play Store va Alma App Store'dan boshqa yerdan app qochilmaslik. Telegram, Signal yoki WhatsApp'da ham baharlangan APK hujjatlari yoki ulanishlarni tushirishdan, qochilashdan saqlanish. 2. Asbobingiz va applaringizni yangilash. Bexatarlik uchun hamisha eng yangi yangilanmalarni qochilash. 3. App ijozatlarini tekshirish. Masalan, nima uchun bir Qur'on appiga kamera ijozati kerak? 4. 2 omillik tasdiqlashni qo'zg'atish. Bo'libmi elektronlik xat, signal, WhatsApp, ijtimoiy media uchun. 5. Parol boshqaruvchi, kuchli parollarni ishlatish. 6. Google oliy qo'g'dash programmasiga tizimlatish. Gumonliq ulanish yoki hujjatlarni ochmaslik. Nimadan saqlanish kerak? Faqat Uyg'ur tilida bo'lganlik uchun applarni o'rnatmaslik. Manbasini tekshirmay turib, yo'llangan hujjatlar yoki haqsiz islomiy applarga ishonmaslik. Alma asboblarining 100% bexatar ekanligiga ishonmaslik. Sirtda tor ishlatganda cho'qim, durust bo'lgan VPNni ishlatib to'rga chiqish. Ishlatgan asboblarga virusga qarshi yumshoq detallarni qochilab ishlatish. Uyg'ur jamiyati nima qilishi kerak? Sonliq ma'lumot bexatarligi haqidagi ongni o'stiradigan leksiyalarni o'rinlashtirish. Diasporada ichida yerlik texnika maslahat berish guruhlarini qurish. Citizen Lab, NCSC, Access Now qatorliq hukumatdan mustaqil tashkilotlar bilan aloqada bo'lish. Ularning dokladlaridagi mazmunlardan xabardor bo'lish. Sharoit bo'lsa, o'zimizning bexatar qurollarini qurish. Biraylar hujumga uchirsa, jamiyatga xabar qilish degandek ishlar. Oxirgi so'z. Ular bizning o'z tilimiz, e'tiqodimiz, madaniyatimizdan foydalanib, bizni yiroqdan kontrol qilish uchun ishlatyotdi. Ammo biz qaytarma zarba bera olamiz, ya'ni angliqlik, birlik va raqamlik chidamchanlik bilan. Xitoy rejimi har qanday narsadan bakrak bir narsadan qo'rqidi. U bo'lsa-mu, Uyg'urlarning erkin bo'lishi va uyushishi, birlikni saqlashi. Shuning uchun ular yanjuqlarimizga, telefonlarimizga kirishga urinyotdi. O'zimizni qo'g'dayli. Faqat so'zlar bilan emas, balki shifrlangan applar, bexatarlikka diqqat qilish odatlari va o'rtaq sagaklik bilan. Shundala biz faqat birlikda bexatar, oqilona va faxrlanib ko'rishimizni davomlashtira olamiz.